aka, sizlar bilan birga men Javohir Mich va sizlar bilan Sardor Mich. Bugungi videomizda maktab serialining 2-qismini olamiz. Sardor Mich, salomlash. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda maktab serialining 2-qismini olamiz. Qani bo'lsam, go. Ay, cho'ta. Uy, ertalab tushdim, nech bo'ldi? Soat. Oy, 7:30 bo'pti. Oy, Sardor Mich. Qalaysiz? Yur, maktabga ketdik. To'xta, men qishmasam bo'lmasam. To'xta. Qalam, hamma narsani ol. Ruchka, qalam, daftar. Ovqat, pul, kitob. Ketdik. Dun. Bola keyingi 2-faslda balki biz o'qishga boramiz. Bo'ldi. Keldi. Oy. To'xtab tur. Do'stlar, 5 ta like-dan keyin 2-qism degandek, bir kundayoq 5 ta like yo'qdi. Davay. Ustoz tursa bo'ladimi? Ha, kelinglar. Xayriyat, yaxshi to'yga chiqamanlaring. Aha. O'tiringlar. Xo'p. Xo'p, o'tirdik. Mich, Sardor Mich. Gapim eshitilmayapti. Aha, o'tirdim. O'ringlar. Hozir darsimiz o'qish darsi. O'qish darsida bolajonlar, sizlar bilan biz Kitobingni oldingmi? O'zingga qarab o'tiring. bugun biz sizlar bilan o'qish darsida o'tgan qismda she'r yodlashga beruvdim. Hozir biz 1-qatordan boshlab so'rab ketamiz. Tushundilaringmi? Hamma yodladimi? Bo'lmasam so'rashni boshladim. Domla, partamning stol buzilib ketdi. Nima qildingiz? Tuzatasan, shtrab. Yaxshi turganini. Sendami? Sindirdingmi? Yo'q, Bo'laysan. sindirganimiz yo'q. O'tiraysan. Normal yotmayapsan, bola. Maktab o'qish darsida she'rni o'tlagan so'rab chiqyapman. Biz navbatimiz kelganda nima qilamiz? Ha, senay. Ustoz yodlamadim. Hangisi qator? Yodlamadingmi? Qanchi? Ay. Yodlamadim, ustoz. Hey, Sardor, sanchi? Man yodladim. Chaqmoq aytmasan. 2. Jo'xa, senay. Ustoz, yodlolmadik. 2. Bugun polni 2-qatoriga 2 olganlar tursin. Rasmga olib, ayollarga, ota-onalariga tashlayman. Xo'p, tanaffus bo'ldi. Senlardan she'r so'ragunimcha 1 soat o'tib ketdi. Tanaffus qilish. Yomg'ir yog'ayapti. Yomg'ir reski tugadi. Yo'l chiqishimizga va mazza qilmoqchi edim bari. Men do'kondan bu narsa olib chiqib, qornim ko'rdan ochib ketdi. Menda 6 ta staj bor-ku, bizni ketkizmang. Xo'p, mana bunday puldan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bunda aksiya bo'lyapti. Bitta zurutga 4 ta xohlaganlar sen olasan. Zo'r. Men hozirda xizmat so'raman. Mana sizga Faqat damlamalardan tashqari, ayniqsa aloqa damlamalarda. Sehrli damlamalarda. 4 olma oldim. Qo'lini sol. Hozir so'rayman, Botir aka. Botir. Amaki. Mana, bitta sop qo'ydim. Ha, so'tsang yaxshi puli. Tanaffus tugadi. Bul. aytingizlar. Qornim ochib ketdi. Aytingizlar. Bitta nima qoldi?
Tamshamasam hazırlasın. Hop. Jinimisan? Unaqa Hop, hozir men qallagan kiyib hozir Jo'q kech qolding. Ustoz kasaman. pechenyedan 4 ta oldim. Pechenye bilan nondan nima bitta oldim. 4 ta faqat bitta narsa olasan. 3 bo'pti. Xo'ja, Sardornich kelmayapti-yu do'stlar. Sardornich qani? Bilmayman, ustoz kelmayapti. Do'konda edi, ana keldi o'zi ham. Turing, dadadan asken hisobladik. Davay. Bolalar, xo'p, endi hozirgi darsimiz ona tilidan bolalar. Kim matnni ko'chirib keldi? Men domla, men. Xo'p, birinchi qatordan boshlab nima qilib kelamiz? Voy, yarmini ko'chirmagan ekanman. Ko'chirib qo'ydi tezda. Sardornich, to'g'ri o'tirsan o'lasanmi? Stol ustida o'tiribsan-da. Hop, yoz bo'yi tezda yarim qolib ketdi. Menda bir xotir o'qib ketibdi. Bo'ldi. Bo'pti, endi Sardor sen ayt. Olib kelish hamma bittadan olib kelaversa. Mana domla. Chotki qila qilishga. Mana domla, mana. Chotki yaxshi o'tiringlar. Hammaga 5 bugun. Rahmat. Ketsa yur. Voy, ana bo'lyapti, qisir bo'lyapti. Xo'p, sifatda shunaqa narsalarga aytadi bolalar. Sen osilib o'lay deding-a? Tanaffus bo'pti bolalar. Yes. Katta tanaffus qilalaring to'q qilinglar. To'q. Endi olma bori. Yeb o'tiraver. Yo, do'stlar, Sardornich qochyapti shekilli. Nima u hadeb qocharadimi? Ona oldimga chaqirib kel. Katta tanaffus u. Sardornich. Nechta laykdan keyin 3-qismini olaylik. Davay, ayt. Hozir men aytamanki 10 ta layk yo'q. 20 ta layk. Serios. Demak 3-qismi hech qachon chiqmas ekan. Bo'pti. Unda Yana 5 ta layk qilaylik. 10 ta. 10 ta. Yana 5 ta layk bo'lsa 10 ta bo'ladi-yu. O'shaqa deyapman. 5 ta. 5 ta qo'shib ketaylikmi? 7 ta laykdan bo'lsa-chi? Yo, bitta layk qo'shib ketaylik, 6 ta laykdan keyin endi qismi. Keyin yo'qsa. 6 ta laykdan keyin bu. Zvoniy bo'ldi, ketdi. Yur. Matematika o'qib ketamiz. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum, nima bo'lyapti sizlarga bugun? Hech narsa bo'lgan yo'q. Kim yo'qqa? Sardornich. Davaychi kuch sinashamiz. Hali 5 minut bor ekan, bola dars boshlanishiga. Ha. Davay kuch sinashamiz. Yur. Pastga tushib olay. To'xta. Bu yoqgacha. Ketdi. Hasan, qalaysan? Yaxshi, nega? Sardor. Bilboy kiyimini o'zgartirdi. Sardornichmi? Insonlarga o'xshamaydi. Pashol. Yo'qni aytmayman. O'ldirib yubormay seni. Urma. Bugun disclaimer do'stlar, bu videoda so'zdan tushuntirlar bo'ladi. Shuncha og'zini sal pastroq qilib qo'yinglar. Mahka, o'zingizlar kelib. Nima? Kodsan. Кот. Ты пошел, ты кот.
Parol sökme. Video olyapmiz. Lokalish passionar. O'tir davay. Dars boshlandi. Borra, dars boshlandi. O'tir tez. Sardor Mich. Hop, tak. Sardor Mich. Og'zing eshitilmayapti, yaqinroq kel deyapman. Bo'l, davay. Qo'lim ochib ketdi. Bo'l, davay. Sardor Mich. Bugun matematikani olinglar. Uyga vazifa qilib keldilar-ku. Sardor Mich qilmoqda. Bo'pti, xo'p. Baba, Ustoz Sardor Michni haydaylar. bo'pti, baba, sen bilishchi. Avval masal yechamiz yana. Hop, ustoz. Hop. Endi misol yechamiz ekan yana. Yech Sardor Mich. Kechagidaqa qilib. Hop. Tak, yozinglar. Tur. Virus. U menda chiqib ketib qoldi. Minecraftdan chiqib ketib qoldi do'stlar. Endi iloji boshqatdan kiramiz. Tur virus. Tur. Sardor Mich o'lib ketdi. Hozir kelar Sardor Mich. Hal, bana sen usunu böldüm. Bu sefer öylesiga bir vaqia qoldi, bechara do'stim qutqarib qoldi. Yoz tur virus. Urmagin. Uraverma. Do'stlar, hozir tuyundan keyin yo'qol. Kelsa sekinlikki. Sizmi? Ha. Senlarga bir stat, ikki stat izvorun shtiram. Nega ustoz, nega? Olib kelasan, ayniqsa Sardorga 3 stat. Nima? Ketdi biz. Nima qilamiz? Hop, do'stlar. Nega? O'ylashyapti. Do'stlar, nervni Sardor. Kommentariyaga to'ldirib olaylik, nervni Sardor deb. Nima qilib ketgan? O'ldiraman ustozni. Asabilashyapti. Sardor do'stim chiqqan ko'ryapsizlarmi? O'tgan galgi birinchi qismida birda bitta uyda uxlagan edi. Sardor bilan endi bitta uyda yashamaymiz. Asabilashyapti Sardor deb. So'ngga bularni solib qo'yamiz. Sardor Mich boshi yo'q. Men ittiga olib beraman hozir. Menda hozir sharoit yo'q. Ikkita dona kamlik qilyapti-da, men hisob qo'yibman do'stlar. Hop, iPhone'imiz mana. Hop, iPhone. Qalaysan-e? Maktabdan keldingmi? Asablashmang. Do'stlar, alkash bu Sardor Mich. Sardor Mich alkash ichibdi. Ustozni o'ldirdim. Sardor Mich alkash deb yozib ketdilar. Ustoz mana men hozir ustoz qani? Vohdi Sardor Mich, men hozir Sardor Michni o'ldirmasam otami bolasi emasman. Sardor Michni o'ldirmasam otam bolasi emasman. Sardor Mich qazi yo'l qaytdikina u. Yaxshi gaplarni eshitib bo'lmasa. Sardor Mich iflos qani? Hozir uyimdan narsa olib chiqaman, Sardor Michni ketdaman men. Agar hozir men Sardor Michni o'ldirmasam, Sardor Mich iflos. Hozir jang bo'ladi do'stlar, jang. Tekto olaymi? Sardor Mich bo'lmasin do'stlar. Qayerda u? Derazamni o'tib ketdi hozir. Tak, Kaziyol Sardor Mich qani? Sardor Mich qidiramiz do'stlar. Sardor Mich? Nima? Ustozni o'ldirding? Asabini ketdim, bo'ring.
Nimaga o'ldirding ustozni? Sen nima? Sardor Michov seni o'ldirmasam, Ruchkalar jangi qilamiz sen bilan hozir. Bu qilichim bor ekan, urma. Yanida qol jonim. O'ldirmadingmi? Qarab tur, itdagi yakshanba. Qarab tur, ittalar gaplashamiz sen bilan. Sardor iflos deb yozib ketdi. Sardor qotil deylar kommentariyaga. Kim ko'rsa shunaqa bo'lsin. Ha. Hazillashyapti. Sardor yaxshimi, menmi? Kommentariyaga yozib qoldir. Kim ko'p ovoz yoqsa o'sha zo'r bo'ladi. Davay tu bo'lmasam, bosti ittilar Sardorni ichida o'ldiramiz. Yo'q, militsiyaga beramiz do'stlar. Militsiyaga. Turdima. Soat necha o'tdi? Yaxshi, soat 9 o'tdi. Bugun mazza qilib bo'ladi. Bitta basseynga kalla qo'yib chiqay. Mana edi Sardorni o'ldirmoqchi edi bugun, militsiyaga bermoqchi edi bugun Sardorni ichida. Men hozir o'zimga kelib olish uchun bitta kalla telaman do'stlar. Qarab tur, kalla tashlaymiz. Bo'lmadi, zo'r kalla tashlaman do'stlar. Qarab tur. Bo'ldi endi Sardor Mich. Nima? Qayerdasan? Nima so'zildi? Ustozni o'ldirding. Sen o'ldirding ustozni. Aldama. Bitta bo'pti, xo'p. Urmay tur. Men hozir merga borib kelayda. Sen mer yo'q ekan. Voy. Do'stlar, Sardor Mich qayerda yuribdi xullas. Hozir telefon qilamiz. Politsiyaga mer o'zi shaharga ketganda esidan chiqib qoldi do'stlar. Hozir qilamiz. Militsiya xizmati ishladi. Militsiya uzr ustoz, uzr, bezovta qoldim. Media qilamiz. Alo, nima deysan? Yo'q, xullas, nima desa bo'ladi? Yangi kelgan qishlog'imizga o'tgan safar kelgan Sardor Mich bor-ku. O'sha ustozimizni o'ldirdi. Men nima qilaman? Militsiyaga qil, militsiyaga. Men sizga ishonib nima qilibman? Militsiya qilib o'chiribman. Militsiya hal qilsa men yo'qman-ku, qanday hal qilaman? Azur bo'pti, hozir qilamiz tamerga. Allo, militsiyami? Ha. Xullas, bitta Sardor Mich degan bola ustozni o'ldirdi. Nima? Siz qilib Xo'p. Hozir vaqtimiz yo'q. Keyin boramiz. Guvoh topib turinglar ungacha. Bo'lmasa biz tekshirib turamiz. Unga xabar yaqin bo'lsa, undan xabar olib turibdi. Biz keyin boramiz. Hozir bizning ishimiz ko'p. Keyin 1-2 kundan keyin boramiz. Xo'p, ishni qo'plab qo'yaman, kirolmasin. O'ldirib yuborasan meni hamda. Ishni qo'plab qo'yaman. Voy, Sardor Mich. Ogoh bo'ling. Sardor Mich. Qandaysan endi? Gaping eshitilmayapti bor. Odam emassan ekan. Hazillashtirmay, ustozni o'ldirding-a. Nima qilay? Do'stlar, 3-qismida Sardor Michni qamatamiz. Video cho'zilib ketdi haddan ortiq. Hammaga rahmat. 2-qismini maroqli tomosha qildingiz degan umiddamiz. Mayli, xayr, sizlarga Sardor Mich deyman. Hammaga maroqli bo'ldi deb bilmayman. 2-qismini albatta chiqaramiz. Xayr. O'zlaridan keyin